Assalomu alaykum barliq keng ko'rurmanlar. Men sizlarga tuvanda ayvallar gipnoz deganni amli misollar orqali sizlarga tushuntirib bermoqchi. Nazariyadim so'zlab o'tdik. Amniyatda ayvallar gipnoz bo'lamdi deganda ayvallar gipnoz bo'lmaydi. Chunki ayvallar tuvan qatlamdagi ayvallarda ong bo'lmaganligi uchun ayvon gipnoz bo'lmaydi. Men bu yerda toshqanni, bu omoq toshqanni sizlarga gipnozlab berish orqali sizlarga bu ayvonninki gipnoz bo'lmaydiganligi. Lekin o əlaqə ülüvağanı doğrab, yalğandan ülüv elişini doğruğanlığını sizlərə əmli misallar qılıq göksüpürmən. Anda olsa diqqətinizlər tövəndə bolsun. Yine bir dikkat kıldığım mesele, nurgulğan şu ayvanatlar alımları bu ayvallarını tədqiq qılatıdı. Biz mümkün xalq çoxum ayvallarını astırışımız, onu qoğduşumuz gerek. Şuna biz ayvallarını tutup, yoki onu işletken vaxtımızda çoxum onun qo'pollik tegmasligimiz, çoxum onunğa naiti mehribanlığımızı yetkizishimiz gerek. Şuna men hozir sizlarga bu omoq kichik ayvonni, to'shqonni sizlarga gipnoz qilish orqali ko'rsatib Mushu gipnoz qilishda to'shqon yoki to'xa, ya'ni qo'y, yeşilpaqa, rak qatarlıqlarni gipnoz qilg'ili bo'ldi. Buning ichida men sizlarga asosligi mushu to'shqon bilan to'xinlam ko'kitib birman. Yeni kaptami bor. Demak, bu kaptar bilan bu omoq to'shqonni gipnozlash usuli asosan o'xshaydi. Men yana ayvon gipnoz bo'lmaydi deb turib yana gipnozlayapman, ammo sizlar bu yerda ayvon gipnoz bo'lmaydi deb tushensanglar bo'ldi. Lekin buning yolg'on o'lib olish usulini qani ko'rib boqaylik. Andaq bolsa biz bu toshqanni qanday o'qitimiz deganda burniga burnini pulsanglar o'g'indi. Anda bolsa men endi to'xini boshqa bir usulda xultishni o'rgatib qo'yay. Bu usul bo'lsa to'xining ikki ko'zini etib olish orqali birdam tusingiz, bir necha minut to'g'andan keyin to'xi o'zligidan uxlaydi, yana uxlaydi, yana yalg'on o'lib oldi bu yerda, yalg'on o'lib olishni do'raydi. Anda bo'lsa qiziqsangiz tuvanda bu yerga qarang. Tamam. Bu to'xa yana ko'zi uchiq holda uxlatadi. Bu to'xini biz yana qaytadan 3 javob berish orqali uxlab berganligini qarshi olib o'qitib deylikmi? Qani, birlik javob chilaylik.